Zebur 91. Munajjat. Kimki makam tutsa ulug' Xudoning panohida, yashar u hammaga qodir Xudo soyisida. Aytarman Parvardigorga: bosh panohim, qo'rg'inim sen, ishonchimni bog'lagan Xudoyim sen. Barhaq Xudo qutqizar seni qiltoqchining qiltoqlaridan, qirg'in qilg'uvchi vabodin. Burkut kabi u qanotlari ostiga olar seni, sen uchun panoh bo'lar uning qanotlari, qalqon va istiqoming bo'lar sadoqati. Qo'rqmassan ne kechining vahimasidan, ne kunzi itilgan o'qtin, ne qarong'uda bildirmay tarqalgan vabodin, ne yo'riqda kelgan ajallik ofattin. Gerçi ming'ilgan kishilar yiqilsimu bu yiningda, tumanligan jasadlar yotsimi u yiningda, balo qazolar hech yaqinlashmas sana. Ko'rsan faqat o'z ko'zing bilan bu ishlarni, fosiqlarning qandoq jazolanganini. Parvardigorni panoh qilganing uchun, ulug' Xudoni qo'rg'inim deb bilganing uchun, hech bir yomonlik kelmas beshingga, hech vabo yaqinlashmas chediringga. Parvardigor amr berar sen uchun farishtalariga. Ular qo'g'dar seni hamma yo'llaringda. Yurar farishtalar seni ko'tarib qo'llarida, urilib ketmasin deb qutluring birer taşqa. Besib desseysen yılan ve şirini, çeyleysen zehirlik yılan ve arslanını. Deydi ki Parvardigor, meni söykenliki üçün onu qutquzuman. Meni tonuğanlıqı üçün qoğdayman. Cevap berimen iltica qılğınıda, onun bilen billi bolumen igir külleride, qutquzup onu sazaver qiliman şöhretke. Uzun ömür ata qilib, memnun qiliman onu, beriman onunğa nicatlıqımni.